Assalomu alaykum barchaga. Va'da qilinganimiz mana shu qurilma haqida gaplashamiz. Bu qurilma eski namunadagi kassetalarni raqamli formatga o'zgartirib beradi. Oddiy qilib aytganda, eski analogik kasseta va tasvirlarni kerak bo'lsa audiolarni raqamli formatga o'girib beradigan mana shunday qurilma kelgan. Buni biz boshida kelganini ko'rsatgandik. Qanday ishlaydi, nima qilish kerak shu haqida ma'lumot bermagandik. Ana endi shu haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, biz birinchi navbatda korobkani ochib, ular ichidan nima chiqadi, nimaga ishlatilishi va ko'rib chiqamiz. Shunday chiroyli katta korobkada joylashtirib kelgan ekan. Bu albatta Xitoyning tovari, AliExpress'dan zakaz qilganmiz. Birinchisini ochar ekan, ikkinchisi esa ko'tarilib boshladi. Va ko'rib turganingizdek, birinchi navbatda uni foydalanish qo'llanmasi kelib chiqadi. Qo'llanmaning ichida turli xil ulanishi, har bir detallar nimalarga javob berish haqida yozib chiqqan. Bularni kerak bo'lsa ko'rib chiqish kerak. Hozir bizga bu unchalik shart emas, shuning uchun buni olib qo'yamiz. Uni ustida yubka machalkasi bor, bunga zarar yetkazmasligi kerak bo'ladi. Qurilmani o'zi mana shu. Buni olib turamiz va ichki qismida nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Bu ham yaxshi machalka, papilokka o'xshagan narsa. Bu ham qurilmani yaxshi muhofaza qiladi. Ya'ni kelayotgan vaqtda turli xil udarlardan, zararlardan himoya qiladigan machalka. Uni tagida audio video kabeli palchikoy 3x3 bo'ladi, bilsangiz agar. Sariq video uchun, qizaloq audio uchun stereo. Undan keyin AUX kabeli sifati juda yaxshi ekan, ko'rdik. Undan keyin o'zini yoqib beradigan pitaniya kabeli Type-C bilan jihozlangan va 1 amperlik golovkachasi ham bor. Va o'zini chiroyligina pultchasi ham bor ekan. Mana shunday. Bunda ko'p funksiyalari yo'q, shunchaki zapis qilish, rasmga olish, video, image, music va to'rt tomonga chiqadigan. Xullas, mana shu pult orqali butun boshli qurilmani boshqarish mumkin. Boshqa hech narsasi yo'q. Biz hozir keraksiz narsalarni solib, o'zini sinab ko'ramiz. Qurilma dizayniga keladigan bo'lsak, Unishin firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan, adashmasam shunday o'qiladi. Audio video degan maytda logotipi ham bor va bu yerda ikkita xotira kartasi uchun, ya'ni USB uchun va micro SD karta uchun joyi bor. Bu yerda 6 ta knopkasi bor. Yoqadigan knopkasi, o'chiradigan knopkasi, undan keyin ovozni past-baland qiladigan knopkasi, home va nazad. Mana bunisini bilmadim, hozir ko'ramiz. Zapisni o'chirib yoqadigan, bunisi esa o'sha joyda screenshot qiladigan foto knopkasi bor. Bu hammaga ma'lum, har tarafga yurg'izadigan va o'rtada OK tugmasi bor. Tepa tarafiga o'tadigan bo'lsak, tepa tarafida eski namunadagi kassetalarni, audio kassetalarni ko'chirsa ham bo'ladi, plastinkalarni ko'chirsa ham bo'ladi. Shuning uchun AUX kirishi va chiqishi uchun joy qoldirilgan. AUX yozib qo'ygan mana. Bunisi esa to'g'ridan to'g'ri monitorda emas, katta bir televizorda yoki bo'lmasa monitorda ko'rish uchun HDMI out porti bor. Bundan bironta monitorga yoki bo'lmasa televizorga ulab qo'ysangiz, mana bu qurilmada nima ko'rsatgan bo'lsa, o'shani katta ekranda ko'rib tursangiz bo'ladi. S video uchun vaqti bor, ya'ni S videodan zapis qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu qismida mana shu bizga qiziq audio video kirish qismi hisoblanadi. Bu yerda Type-C yoqadigan, ya'ni Type-C bilan tok bilan ta'minlab berish uchun Type-C bilan jihozlangan. Bu 5 voltga 1 amper bilan ishlaydi. Orqa tomonda hech narsa yo'q, faqatgina qurilmani modeli va ular yozilgan, mahsulot haqida ma'lumotlari. 4 ta machalkali qo'yib qo'yganimizda siljib ketmasligi uchun va o'zini qirilmasligi uchun rezinkachalari ham bor. Bu yerda sovutish uchun rostakamiga teshiklar bular, shunchaki qilinmagan. Bu ozgina qizirkan, shuni hisobiga sovutish uchun ventilyatsiya xodlari ham bor. Pastki qismida dinamik xodi bor. Bunda o'zida ovoz chiqadi, o'sha dinamigi hisoblanadi. Bunisi bilma shunchaki chiroyli uchun qo'yilgandir balkim. Bu tarafida hech nima yo'q. Endi buni birinchi navbatda bitta yoqib ishlatib ko'ramiz. Funksiyalarni sizlar bilan birgalikda.
Kelganiga hali 3-4 kun bo'ldi-yu bo'lmadi, lekin o'zim foydalanib ko'rdim. Yaxshi, juda ham kerakli qurilma ekan. Kasetalarni diskka ko'chirishda hozir oldingilardaqa qurilmalardan foydalanayotgan bo'lsa, biz ham mana shu qurilmadan foydalanardik oldin. EasyCap, undan oldin TVTuner bo'lardi, undan ham foydalanardik. Lekin bulardan ko'ra sifati, ishlashi, videoni ko'chirish kачествоsi juda ham a'lo darajada. Buni qo'rqmasdan ayta olaman. Narxi ham ancha qimmatroq. Biz hech qanaqangi biznes uchun, buni sotish uchun yoki bo'lmasam boshqa narsa uchun reklama qilayotganimiz yo'q. Shunchaki o'zim uchun zakaz qildim va sizlarga ham buni nima ekanligini tushuntirib berish uchun o'zbekcha obzor qilgim keldi, shuning uchun qilyapman. Bizda buni sotuvda yo'q, yana sotar ekan deb o'ylaganlarga aytib qo'ymoqchiman. Xo'sh, mana yondi. Va bu yerda Home, ya'ni menyu knopkasi bor. Bossak, mana shunday menyu chiqadi. Menyudan birinchisi Setting. Setting bo'limida birinchisi Language. Language'da turli xil tillar bor. Mana nemetskiy, italyanskiy, ispanskiy, Xitoy, nima ekan, yaponmikan? Xitoy, yapon, xullas ingliz tili. Bizga ingliz tili qulay. Va zapisni so'rayapti. S-video va AUX hamda mana bu audio video. Uchalasini bittama-bitta o'tkazsangiz bo'ladi. Zapis turi deyapti. Full HD format hamda 640 ga 480 va avtomatik deyapti. Qanchalik kачество kirsa, xuddi shuni yozadigan formatida turgani yaxshiroq. Zapis qiladigan bit varianti 4 megabit. Mana shu turgani yaxshi. Audioniki 128 kilobit. Undan keyin videoning zo'gi. Videoni ovozi deyapti 50 turibdi. Standart bo'ladi bu. 50 normalniy. Bu past degani emas. 50 standart. Agar video format juda past bo'lsa, buni salday ko'tarib qo'ysalaringiz bo'ladi. Lekin mana shu 50 normal ekan. AUX-tiki va speaker deb. Buni o'zini kolonkasini ovozini ham shu yerdan ko'tarsangiz ham bo'ladi, bu yerdan ko'tarsangiz ham bo'lar ekan. Ekranda yorug'ligi. Informatsiya bar. Ya'ni ekrandagi ma'lumotlar chiqib tursinmi degani bu. Auto stop time. Ya'ni to'xtatish vaqtini belgilashingiz mumkin. Bu fleshkani turini so'rayapti. System time. Mana shuni vaqtini so'raydi. Sistemani o'zini ham vremyasi bor, vaqti bor. O'shani to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. Biz to'g'rilab qo'yganmiz. Bunisi полностью сброс qiladi. Oxirgisi upgrade pрошивка, ya'ni programmani обновление qiladi. Bo'ldi, shu chiqib ketamiz. Mana shu knopka nima ekanligini bilmayotgandim. Oldindan uni tekshirib ko'ring. Bu video bo'limida siz tushirgan videolarni zapisini ko'rishingiz mumkin. Picturesni va audioni xuddi shunday ko'rishingiz mumkin. Chiqib ketamiz. Bu nima ekan? Bo'ldi. Bu demak ulanadiganlarni to'g'ridan-to'g'ri shu yerdan ham regrovka qilsak bo'lar ekan. Birinchisi mana bu bundan, ikkinchisi S videodan, uchinchisi esa AUX dan zapis qilish. Bizga qizig'i mana bu 3 talikdan zapis qilish qiziqroq. Xo'sh, shu narsalar hozircha. Endi buni kачествоsi keladigan bo'lsak, yaxshi ekan. Formati ham yaxshi, любой televizorga tushyapti. Hozir ko'p kishi shu narsani so'raydi, bir xil televizorlar o'qimaydi deydi. Lekin barcha televizorlarga tushar ekan. Fleshkani ulagan vaqtimizda mana shu yeriga shunday qo'ysak, bu yerda mana bitta chirog'i bo'ladi. Mana chiroq yondi. Bu fleshkani o'qidi degan chirog'i. Yana bitta narsani aytib ketishimga shu joyda. Ba'zi bir turlarida mana shu yerda batareyaga qo'yadigan joyi ham bor ekan. Hech qanday 5 volt tok ulamaysiz. Batareyaning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri tok olib ishlaydigan varianti ham bor ekan. O'shanaqa olishlaringiz ham mumkin. U ham yaxshi, lekin har birining kачествоsi yaxshi ekan. Bizda video magnitofon bor, tayyor ulangan turibdi. Kadrga buni qo'yib o'tirmadik. Hamma ham biladi video magnitofon nima ekanligini. Oqini oqqa, sariqini sariqqa ulaymiz va qizil xodini qizilga ulaymiz. Mana ko'rsatishni boshladi. Ovozini bu yerdan baland-past qilishimiz mumkin. Mana o'zini. Buni past, baland qilib qo'yishingiz zapisga umuman ta'siri yo'q ekan. Va bu yerdan zapisni bosamiz. Zapisni bossak, mana ko'rib turganlaringizdek 01, 02 deb ketishni boshladi o'zi. Video 99-yildagi, kasta biroz eski ekan. Hozir boshqa kasta qidirib yurmadim. Shuning uchun kачествоsi yomon emas. Yaxshi, mana zapis vaqtida
Mana bu chiroqchasi USB degan joyi yonib o'chib turadi. Xohlasangiz mikro qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunda mana bu yonib o'chib turadi. Endi stopni bosamiz. Buni olib tashlaymiz. Xo'sh, home bosamiz va video degan joyga kiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek hozir yozganimiz mana shu oxirgisi tushdi. Kecha ham yozgandik, bunga ochib ko'ramiz. Mana hozirgi. Aynan shu videoni ham oxiriga qo'yib yuboramiz. Kecha yana bitta zapis qilib ko'rgandim to'yda. Mana yaxshi bu ham. Hammasi kачествоsi yaxshi, yomon emas. Xullas kalon, olaman deganlarga tavsiya etaman. Hech qanaqa kompyuter, qo'shimcha qurilmalar, bir narsalar kerak emas. To'g'ridan to'g'ri USB yoki bo'lmasa mikrofleshka yozib beradi. Shunchaki nomini qo'yib, kompyuterda to'g'rilab bersangiz ham bo'ladi yoki kompyuter ulanmasdan o'zini klientingizni fleshkasiga yozib bersangiz ham bo'ladi. Bu ham oddiy biznesning bir turi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 100 qanchaga ham bo'lib tushib keldi bu. Narxini to'shnisini videoda qo'yib yuboramiz. Lekin kачествоsi yaxshi. AliExpress'dan zakaz qildik. Где-то 15-20 kun atrofida kirib keldi. Hech qanaqa aybi yo'q. Buni masalan men maqtamoqchi, reklama qilmoqchi emasman. Xohlasalar oila, xohlasalar zakaz qilinglar. Faqat biz bu narsani nima ekanligini ko'rsatib berdik. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, bitta likelar bilan qo'llab qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr bo'ladi. Faqat likelarni ayamanglar.